Likşelerimizni davamlaştırmaz, hürmetli vatandaş bugünkü islaha. 2020 yıl 10. ayının 15. günü hafta Perşembe. Yukarı likşenin devamı vatandaş. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlokati Mike Pompeo haftaning 3. kuni muxbirlarni kutib olish yig'inida yana mundaq ko'rsatdi. Amerikaning dunyoni adolatni ilgari suradigan bir kuch ekanligini davomlashtirib sharhladi. Davlat ishlokati Mike Pompeo haftaning 3. kuni muxbirlarni kutib olish yig'inida davlat mahkamasida Demokratiya, kishilik huquq, emgak ishlariga mas'ul yordamchi davlat ishlokati Robert Destroytni Tibet ishlari alohida elchisi va moslashtiruvchi qo'yib tayinlaganligini qayta ta'kidladi. Muxbir Tibetda jazolash lageri qurilganligi to'g'risida savol qo'yganda davlat ishlokati Mike Pompeo bunday javob qaytardi. Sen oturup koygan mesele, Cumhur Kompartiyası tarafından muqimlashtirilgan yadroluk meselelerinin biri. Cumhur Kompartiyası bu devletli kişilerinin kişilik hukuklarına hatta negizlik, kişilik hukuklarına izchil xiloflik qilayotgan devlet. Cumhur Kompartiyası tarixdan beri shunday qilib kelyapti. Bu hem Prezident Trump bizge ta'lim bergandek barliq kishilar diqqat qiladigan bir masaladir. Hem qo'g'daydigan bir masaladir. Jungoda har bir garajdan Cumhur Kompartiyası izchil yo'lga qo'yayotgan zo'r ko'lamli kishilik huquq ziyonkashlik qilishga duch kelganda ularning erkinligi ve qadr qimmatini texmi ko'p qo'g'daymiz. Davlat ishlokati Mike Pompeo bunday ko'rsatdi. Mayli Xinjiangda, ya'ni mustamlik Uyg'uristonda, Tibetda, Janubiy Mong'oliyada va Hong Kongda bo'lsin, kishilar erkin va qadr qimmatli hayot ko'chirishni xohlaydi. Cumhur Kompartiyasının kişilik huquq daxlatariz qilishini o'zgartmayotganligiga qanday qarash ya qanday qarshi turish to'g'risida davlat ishlokati Mike Pompeo bunday ko'rsatdi. Amerika bor kuchini ishga solib, yer shari bo'yicha butun yer shari ittifoqi qurib, kishilarga bizning atrofimizda yüz berayotgan ishlarning qanchalik eg'irligi va muhimligini bildirib, Cumhur Kompartiyasining eng negizlik va eng asosli kishilik huquq va erkinlik bilan birdek bo'lmagan harakatlarni qilayotganligiga qarata yer shari ittifoqi buning uchun Cumhur Kompartiyasiga qattiq bosim ishlatganda Cumhur Kompartiyası bunun için egri bedel to'lashga majbur bo'ladi.